Hurmatli ota-onalar, sizni 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yoki 18 ga endi to'lgan farzandingiz bormi? Demak, sizning mas'uliyatingiz 2 barobar oshgan. Bunday deyishimga sabab, so'nggi vaqtlarda yoshlar ishtirokidagi 18 ga endi to'lgan yoki 18 ga to'lish arafasida turgan yoshlar yig'ilib olib, ko'chada turli ishlarga aralashib qolishmoqda. Buning oqibatida ham yoshlar, ham ularning ota-onalari jabr ko'rmoqda. Bunday deyishimga sabab, mana bir jinoyat ishida mahalladagi 4-5 ta yigit yig'ilib olib, ijtimoiy tarmoqda geylar guruhini topib, geylarni, ya'ni golboylarni aldab chaqirib, ularni ishtirokida videoga olib, keyin uni tarqatmaslik evaziga ulardan pul undirishgan. Bir safar bu ishlari o'xshagan, ikki safar bunaqa ishlari o'xshagan, uchinchi safar ba'zi birlari pul berishdan bosh tortgan hollarda ularga jismoniy kuch ishlatishgan. Shunday yoshlarga nisbatan jinoyat ishini ko'rish jarayonida ularga bir emas, bir nechta jinoyat kodeksining og'ir moddalari 165, 166 va 267-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, bir guruh shaxslar sifatida ularga juda ham uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanishi kerak edi. Lekin sud insonparvarlik nuqtai nazaridan ularni yoshini inobatga olib, ularga eng kamidan ham kamroq bo'lgan jazo tayinladi, lekin bu ham juda ham ko'p edi. Ya'ni 5 yil ozodlikdan mahrum qilishga hukm qildi. Yoki yana bir misol, yoshlar ishtirokida bu ham. Yigit va qiz sevishadi. Sevgan qizini telefonda behayo rasmlarni talab qilib yuborishini so'raydi. WhatsApp yoki Telegramdan yuborgan rasmlarni yigit yig'ib yuradi-da, keyin qiziga mana shu rasmlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslik hisobiga pul talab qiladi. Bu holatda ham bu yigitning harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-moddasidagi jinoyatni sodir etgan deb hisoblanib, unga nisbatan shu jinoyat sanksiyasi doirasida 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Yana bir misol. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarimiz juda ham aktiv. Ular turli xil videolarga like bosishmoqda, turli xil videolarga izohlar qoldirishmoqda, turli xil videolarni tarqatishmoqda. Eng soddasidan boshlayman. Izoh qoldirsangiz, agar u inson O'zbekiston Respublikasi hududida yashasa, izohingizda so'kinish so'zlari ishlatilgan bo'lsa, sizga nisbatan yengilroq holda ma'muriy javobgarlikka tortilishingiz mumkin, og'irroq hollarda jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Yoki diniy mazmundagi video kontent, u qaysi sayt tomonidan tayyorlangan, kim tomonidan tayyorlangan, videoni tayyorlashdan ko'zlangan maqsad nima, siz bilmaysiz-ku. Shuning uchun diniy mazmundagi video kontent chiqdimi, like ham bosmang, tarqatmang ham, ushbu video kontentlarga izoh ham qoldirmang. Chunki O'zbekiston Respublikasida taqiqlangan saytlar ro'yxati mavjud. Bu ro'yxatdagi sayt tomonidan qurilgan video kontentga siz fikr bildirsangiz, tarqatsangiz yoki like bossangiz, sizga nisbatan Jinoyat kodeksi 244-1 moddasidagi jinoyatni sodir etilgan deb hisoblanasiz va shu modda sanksiyasi doirasida uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilishingiz mumkin.